Bo'ldi, mana kelyapman o'zi. Voy aka. O? Telefonni o'g'irlayapsizmi? Endi tirikchilik-da bizda aka. Aka, iltimos qaytaring. Ichida telegramlarim bor-da. Yo'q, bitta o'ylab ko'rish, qaytarmaslikni maylimi? Javobini qanday aytasiz? Telefon nomeri ayting, men aytaveraman sizga. Aka. Shuni telefon nomeringizni ayting, mana o'g'riga telefonni o'g'irlayapti-da, qaytarmaslik javobini aytaveradi. Ha, mayli yozing. Ayting. 444 88 8. Bo'ldi. Mayli, aytaveraman. Endi birga yuramiz bilan. Mayli. Va kodi nechi buni? 4 ta 0 aka. Nechinchisiz aka? 94. Ochmaydimi eshikni? Uxlab qolganmancha. Telefon bo'lmadimi? Bo'lsa aytaman-ku. Lekin yosh ko'rinasiz ekan aka. Yo'q, rostmi? Telefon bo'lmadimi? Bo'lgan yo'q. Nechinchi etaj? 4. Lift ishlamasini nima qilasizlar? Nima ko'ramiz endi. Aka, mana shu bitta mayizni 40 ga bo'lib yeymizmi? Aka, shunamlarla taqasizmi? Emas, bolam taqadi. Bu zo'r taglikda. Bu taglikni bolaga kiydirsangiz mazza qilib yotadi. Taglik borligini ham sezmaydi. Buni O'zbekiston bo'ylab hamma do'konlarda olsangiz bo'ladi. O'zim marketdan ham zakaz bersangiz bo'ladi. Malakada ishlaysizmi? Yo'q, men ham bolamni kiydiramanda. Zo'r gapirdingiz-da. Telefon qilmadim aka. Qilsa aytaman. Aka, tushingizga kimni kirishini xohlardingiz? Bitta qizni. O'rtog'ingiz emasmi? Bo'ling. Kim bu? Ha, o'sha, o'g'ri. O'g'ri palat. Ha aka, o'ylab ko'rdingizmi? Kechasi bilan o'ylab ko'rdim, qaytarib bera olmas ekanman. Aka, endi unday qilmang. Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi akajon? Agar xohlasangiz vaqtdan beraman o'ylashingizga. Bo'pti, bir oy vaqt bering, qani shu nomerda bo'lasizmi? Shu nomerda bo'laman aka. Davay aloqaga chiqaman agar ma'qul bo'lsa. Silchi. Aka, bir oydan keyin javobini aytar ekan. Shu telefonga qilar ekan, yashab tursam bo'ladimi birga? Zumrad pastda borma aka, men tushunib kelay, kechqurun uxlolmayman-da.